Aeroport Vnukovadan kelayotgan odamlarning sim kartasi bo'lmaydi, kartasi bo'lmaydi, g'oz uslubi, biometriya, sinils hech narsasi bo'lmaydi. Mana shularni hammasini bitta joydan olishning imkoniyati bor. Vnukova aeroportiga juda ham yaqin. Ularning hammasini tekinga olasizlar. Vnukova aeroportidan 911 avtobusga minib, mana shu yerga to'xtaydi, bemalol kelasizlar. Bu yer, ya'ni metro Salaro birinchi vaqtdan chiqqan joyda. Chap qo'lda shu yerda svetofor bor. Svetofordan o'tganlaringda shu chap tomonda notarius yozuvi bor. Shu notariusning oldigacha borasizlar. Biz o'sha joyga keldik. Akajon, g'oz ustiga biometriya hammasini olish uchun qanaqa hujjatlar kerak? Bizga hujjatlardan asosiysi pasport, immigratsioniy kartasi kerak bo'ladi. Boshqa hech narsa kerak emas. Hech nima bu yerda shunda bo'lsa, g'oz uslubi biometrik sinilslarni o'zimiz o'tkazib beramiz. Bizdan bitta sim karta oladi. 500 rubl va 300 rubl internet bez limit. O'zbekistonga 1 rubl 1 minuti 1 rubldan bo'ladi. Demak, chiqishi 1 rubldan, ha? Internet bez limit bo'ladi. Undan tashqari Tinkoff ham berasizlar aka, ha? Undan tashqari Tinkoff kartalari Besplatniy bonusiga. Qancha vaqtda bitkazib berasiz? 15 minut vaqt kerak bo'ladi, inshaalloh hammasini. 15 minutda demak hammasini olib ketishlari mumkin. 15 minut olib ketishlari mumkin. 1000 gigabayt internet beradi, ya'ni bu degani bez limit degani 1 terabayt degani. Hamma sim kartalarimiz bor. Videoga like bosamiz va videoni mana shu xizmatlarni tekinga olmoqchi bo'lgan do'stlaringga jo'natib qo'yamiz. G'ostuga biometriya, sinils, kartalar, sim kartalar hammasi tekin. Videoga like bosamiz, jo'natinglar. Moskvadagi hammani kutib qolamiz mana shu joyimizga.